Yerdan samarali foydalanish haqida gapirish boshqa, amalda uni isbotlash boshqa. Tomorqada issiqxona tashkil etib, undan yuqori daromad olayotgan yurtdoshlarimiz qilayotgan amaliy harakatlari bilan ko'pchilikka namuna bo'lishmoqda. Tomorqa yerida issiqxona tashkil etib, 4 sotiq yer maydonida ko'kat yetishtirish natijasida yiliga o'rtacha 60 million so'm atrofida daromad olayotgan yurtdoshlarimizning ish jarayoni hozirgi lavhadan o'rin olgan. Hayitboyevlar oilasining deyarli har kunlik ish faoliyati ana shu zaylda o'tadi. Urug' ekiladi, uning unishi va keyingi parvarishi har kuni nazorat qilinadi. Ob-havodagi o'zgarishlar yog'ingarchilik vaqtida yanada e'tiborli bo'lishadi. Kashnich, ukrop, salat bargi, sarimsoq piyoz hamda ko'k piyoz yetishtirib kelishmoqda. Issiqxonada shu 4-5 yildan buyon shug'ullanaman. Hozirgi issiqxonamiz 450 kvadrat metrdan iborat. Piyoz, rediska, kenza bor. Qish oyina kelib piyoz ekamiz. Bahor oyina qarab rediska, salat shular ekamiz. Yozda nelar ukrop, meyda-chuyda, rayhon. Mahsulotlarimiz shu yeri ekkandan keyin 35-40 kun davomida parvarishlaymiz. Shu 35-40 kundan keyin bozorga olib chiqsak bo'ladi. Bir mavsum davomida 15-20 million so'mgacha daromad topsa bo'ladi. Oila a'zolari yangilikka qo'l urishdan ham cho'chishmaydi. Yana bir issiqxona tashkil etishgan. Bu yerga ko'k piyoz ekilgan. Yetishtirilgan bu hosilni bozorda sotishmoqda. O'z vaqtida yerga ishlov berish ishlari ham bajarilgan. Mahalliy o'g'it berib, yer to'yintirilgach, bu maydonda ham erta bahorda sotish uchun ko'katlar yetishtirilgan. Mahallamizda 610 xonadon bor. Shundan 371 tasida issiqxona mavjud. Bizni mahallamizning asosiy drayveri issiqxonalarda ko'katlar yetishtirish. Hozirgi kunda issiqxonalarda ko'katlar yetishtirilib, ichki bozorlar, tashqi bozorlardan Qoraqalpog'iston Respublikasina, Qozog'iston davlatine eksport bo'lib ketadi. Urganch tumanida issiqxona mahsulot yetishtirish bo'yicha birinchi o'rinda desak ham bo'ladi. Mahallamizning ishsizlarni asosiy drayverimizdan kelib chiqqan holda issiqxonalarda band qilish yo'nalishi bo'yicha ishlab turibmiz. Hozirgi kunda eksportbop mahsulotlarni ko'proq yetishtirib, mahallamizda eksport markazi tashkil qilib, shu yerdan tadbirkorlarimizni bizani o'zlarimiz eksport qilgan vaqtimizda mahallani fuqarolari chetga ketib faoliyat yuritmasligi uchun harakatdamiz. Har bir qarich yerdan samarali foydalanishning hadisini olgan eldoshlarimiz ana shu zaylda qishin-yozin foydali mehnat qilib, el dasturxoniga ko'kat va sabzavot mahsulotlarini yetkazib berishmoqda.